Jigar, otangiz sizni shuncha yil hech kimdan kam qilmay katta qildilar. Shu darajalarga erishdingiz, Hech kimdan uyaladigan farzand bo'lmadingiz. Endi siz ham otangizga hech narsadan uyaltirmaydigan mashinani sovg'a qilib yuborsangiz nima qilibdi? Aynan shunaqasi kelib qoldi-yu. Lexus GX 460 ideali. Ishoning, oxirgi chiqqanlari. Agar pulga ham topib bo'lmaydi bunaqa probeglarni. Kimdir qachonlardir uyga tuzlab qo'yib, sotgisi kelmay qolmasa. 2020-yil atigi 42 ming probeg kraskasi top-toza va oppoqqina. Zavod restan. Faralarni qarang. O'zimizku shunaqa bu. Yengidek diska balonlarda turibdi. Va maksimum full komplektatsiyada. Bunday kojin sidina bo'ladi bu bilasizku. Mana qarang, o'rta konsol qismlari, boshqaruv panellari, knopkalarni ko'pligini ko'ring. Eco Comfort Sport, pnevmo podveska, off-road rejimlari, orqa balon differensiallari, xullas, bilasiz, ramaga o'tirgan juda ham mustahkam mashina. Любой yo'lga kirib ketadi. 6 litr motor bo'ladi. Juda ham premium va juda ham o'lmas kashiy mashina hisoblanadi. Yili ham 2020-yil top-toza oldi chaslari bronoplyonkalar qilib qo'yilgan. Kelib ko'rib o'tirasiz-ku, yengidek mashinani hidi kelib turibdi haligacha. Ular bilasiz, sifatni umuman yo'qotmaydi. Voy, ya bismillah. Ben Olex'larda ko'rdim. 100 ming yurganlarni ham даже 60 ming deb turishibdi. 2016-18larni ham даже 60 ming deb o'tirishibdi. 100 minglab yurgan. Lekin bunaqa yilli, bunaqa probeglisini men topa olmadim. Bu ham sotilib ketsa, shu bilan keladimi, yo'qmi aniq emas. Kimdir uyda tuzlab qo'ymagan bo'lsa, bunaqa holatdagi GX 460lar menimcha qolmagan.